Atlan Fortuna uskunalar kolleksiyasida navbatdagi yangilik. Assalomu alaykum barchaga. Korxonamizga yangi turdagi suyuqliklarni quyib berish uskunamiz yetib keldi. Mazkur uskunamiz tabiiy haroratdagi zichligi 1 gram santimetr kubdan oshmaydigan suyuqliklarni quyib berishga ixtisoslashgan. Uskuna bir paytning o'zida 5 litrgacha bo'lgan 6 ta idishga suyuqliklarni quyib berishga ixtisoslashgan. Uskuna komplektatsiyasi tarkibiga 180 litrli zaxira qozoni, pnevma silindrlar, tashqi boshqaruv pulti, ichki nazorat kontrollerlari, havo kompressori uchun zaxira resiveridan iborat. Ushbu uskunamiz texnik xarakteristikasiga to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlaganimiz kabi tabiiy haroratdagi suyuqlik zichligi 1 gram santimetr kubdan oshmagan suyuqliklarni quyib berishga ixtisoslashgan deb o'tdik. Ushbu suyuqliklar toifasiga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, suv, o'simliklar yog'i, sut mahsulotlari, sous, mayonez, antifriz, suyuq gel parashoklar va shunga o'xshash boshqa suyuqliklarni quyib berishga mo'ljallangan. Eng muhim ko'rsatkichimiz uskuna quvvatiga to'xtaladigan bo'lsak, ta'kidlangan suyuqliklar ichida quyilishi nisbatan qiyinroq bo'lgan yoki sekinroq bo'lgan o'simliklar yog'i hisoblanadi. Uskunamizning yog'ga nisbatan quyish ko'rsatkichlari quyidagicha. 5 litrlikka nisbatan 1 daqiqada 3 dona 5 litrlikni bitta idish quyish joyi 6 tasiga nisbatan oladigan bo'lsak, 1 daqiqada 18 ta, 1 soatda esa 1080 dona 5 litrli yog' quyish imkoniyatiga ega. Xuddi shu yog'imizni 3 litrlik idishlarda quyadigan bo'lsak, soatiga 2000 ta, 1 litrlik idishlarda quyadigan bo'lsak esa soatiga 5000 dan ortiq yog'ni quyib berishga ixtisoslashgan. Ushbu uskunamiz to'g'risida qo'shimcha savol yoki uskunaga doir qo'shimcha konsultatsiyaga ehtiyoj paydo bo'lsa, pastdagi ko'rsatilgan raqamlarimizga aloqaga chiqishingizni so'raymiz.